Soat 21:47, 9:47. Urganch Metan servis jamoasi xudo xolasa hali ishda. İşlerimiz почти tamam bo'la geldi. Tracker Redline Chesty Xitoy zborka variant GDI sistemali motor. Metan uстановка qilganmiz. Xudo xolasa uстановкamiz bitdi. Balla kompyuter diagnostikalarni ishlarini qilib turibdilar. Jack avtomobili, gruzovoy avtomobil, modelini to'shchi bilmayman. Bilganlar bo'lsa kommentariyga yozib bersangizlar. Bu avtomobilimizdan metan uстановка qilganmiz. Hali endi ishlar boshlanadi. 4-pokoleniya bilan xudo xolasa chotga ketib ijarani qilib uстановкalarini qilib beramiz. Tracker 2 avtomobilimiz tayyorlagan avtomobillardan danıştirib başlayman. 75 etlik bilan O'zbekiston ballonlari bilan uстановка qilingan zavodskiy postavkalar bilan hamma o'qidi. Chotga ketib uстановкalarini qilib berdik. Klientimiz zapravka qilib keldi. Kompyuter diagnostikalarni balla qilib turibdi. Motor qismiga keladigan bo'lsak, Yevropa gaz brendasida ishlab chiqarilgan Polsha, Italiya zapchastlari bilan aralash uстановка qilingan. Rail 2 ohmli injektorlar bilan uстановка qilingan italyanskiy brend bo'ladi. Reduktorlarga keladigan bo'lsak, Exxonlar, Exxon Xitoyning Chesney firmenli reduktor bo'ladi. Garantiyasi 2 yil bo'ladi. Kompüter sistemasına keladigan bo'lsak, uni arkasida ketgan Yevropa gaz brendidan injektor 48'lik blok bilan uстановка qilingan kompyuteri Polshaniki bo'ladi. Bu uстановkamizga 2 yil garantiya beramiz. Hozir kompyuter diagnostika ishlari davom etmoqda. Xudo xolasa, bo'lgandan keyin klientimiz aytib ketsa. Shinrayt 30 avtomobili. Gruzovoy avtomobillari, bunday avtomobillari iloji boricha 4-pokoleniya uстановка qilsangiz, podyomga chiqqan vaqtda, yuk bilan chiqqan vaqtda bemalol qiynalmay yurib beradi. Ko'p mijozimiz 3-pokoleniya uстановка qilganlar chabirsiga kelib turibdi. Pat kapot kısmını 4-pokoleniyaga o'zgartirib berganmiz ko'psini. Shundan keyin podyomga yuk bilan chiqqan vaqtda mukammal cho'tga yurib turibdi deb aytib turibdilar. Balon sistemasına keladigan bo'lsak, 2 dan 65 etlik bilan arqangi balondan keyingi qismini uстановка qilingan. Yon tarafına endi uстановка qilinyapti. Uстановка bo'lgan tarafini ko'rsatib o'taman. 65 etlik O'zbekiston balon bilan uстановка qilingan. Shvillar tortilgan. Eğerda shvillar kerakmidi, to'g'ri bortni o'zini 12lik Kuruglar bilan tartib berderseniz, şu uстановkadan 1 milyon so'm arzon bo'ladi. Şu uстановkamiz hozirgi kunda 9 milyon bo'lib turgan bo'lsa, to'g'ri kuruglar bilan shu bortga tortilsa 8 milyon atrofida chiqib boradi. Ish narsasida moddiygina 1 milyon so'm raziyasi o'ynaydi. Bu avtomobilimizning pat kapot qismiga keladigan bo'lsak, Stak brendasida ishlab chiqarilgan bir uстановка qilinib turibdi. Polsha оборудование bo'ladi. Injektörümüz W01 injektör. Kompüter sistemasına keladigan bo'lsak, Stak Gofas kompüterlar bilan uстановка qilingan. Kompüterlar unnat tashonli. Reduktorga keladigan bo'lsak, Exxon reduktorlar bilan uстановка qilingan. Uстановkamizga 2 yil garantiya beramiz. 2 yil yoki 40 bin kilometr. Xullas, gelaverasiz, servisimizda ishlarimiz davom etib turibdi. Narx-navo bo'yicha pastda telefon nomerlarini qoldiramiz.